Mahallaning obodonchiligiga qarash. Somsaxonaga so'z qilaman uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizlarmidi? Ha, yo'qotsa televideniyega chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishloqni sharmanda qilding, sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara oladi. O'zingni jigarada keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryari bo'yiga nima kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lgan itbaliq raqsini namoyish etadi. Indirjit, boshlanishni qara. Bolalar начинаем приготовлюсь. Voh, qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejir muhitdan mingdan chiqarib berasiz işte. Tarbiya u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Rais bu men qishloqda tutqatar jag'alar, pol Amerika, Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashnab gullab turibdi. Qarang buni. Onang, nima rais bu men bilan aytdim, skoch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana ahvol endi. Sen men kelishimga yo'q, biz mahalladagi baqateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? Hozir to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ltig'ini sasiydi, voy. Rais bu asfalt qalay, asfalt. O ayolarim maza qilyapti. Mehnat qildik, mehnat. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu bering. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallaning chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'rab pulini yarmini o'zingiz mashina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi, nima o'ylaysizmi? Bunday qildingiz-ku? Ye, shallaqigina.